Bugun hamma seni istaydi, lekin hech kim seni sevmaydi. Qimmatbaho ochiq-sochiq kiyimlar, qimmat mashinalar kutardi ko'chada. Bularning nima keragi bor desam, hayot bir marta beriladi, yashab qolish kerak derding kulib menga. Oddiy joylar endi ko'ngling tusamas, kecha sevgi haqida gapirgan qiz bugun odamni cho'ntagidan pulini sanardi. Tunlar uzaydi, tonglar qisqardi, zalolat ko'chasida o'zgardi nigohing. Har tun boshqa joy, boshqa odam, har tong yuzingda begona iblis qiyofa. Asta sekin ketar edi yuzingdagi beg'uborlik. Kimlarga, qanchaga o'zingni sotdinga, pul deb yuragingni nimalarga almashdinga. Aytsangchi jonim, nima topding, nima yo'qotdinga. Sen tengilaring endi senga ortiqchalik qildi. Cho'ntagi katta odamlar kerak bo'ldi. Yoningda otang tengi erkaklar yurardi, sen esa yoshiga emas boylikka qararding. Bir kun restoran, bir kecha mehmonxona, bir tabassum uy joy, mashina, qo'sha taqinchoqlar. Sen buni omad deb atading, men esa ko'rdim bu sevgi emas savdo. Yebo hayoni boylik bilan bezab bo'lmaydi, or-nomusning bozorda narxi bo'lmaydi. Tanangdagi qimmat libos yarqirar, ammo qalbingdagi qorong'ilik yuzingdan olardi yorug'likni. Bugun million puling bor, lekin o'zingga qaraganingda ko'zingda o'sha qizni topolmaysan. Kimlarga, qanchaga o'zingni sotdinga, pul deb yuragingni nimalarga almashdinga. Aytsangchi jonim, nima topding, nima yo'qotdinga. Keyin ishkilik ko'paydi tunlarda, tutun qoplab oldi tungi klublarni. Avval kayf uchun ichding bir-ikki, keyin ichkilik yutdi, olib yuzingdagi beg'uborlikni. Faqat bir marta degan gaplar bilan oppoq kunlar kirdi tomiringga. Dardingni unutaman deb o'ylading, lekin darding battar oshib ketdi. Pul berganlar yoningda ko'payardi, ammo seni sevganlar kamayardi. Endi hamma seni taniydi, lekin hech kim seni bilmaydi. Atrofing odamga to'la, ammo dardingni eshitadigan yo'q. Ko'zguda chiroyli bir qiz turibdi, lekin ko'zlarida quvonch qolmagan. Qimmat narsalar ko'paygan sari haqiqiy baxting qo'lingdan ketgan. Bir paytlar meni sevilsin derding, bugun menga nima berasan deysan. Sevgi bilan boylik orasida nega o'zingni garovga qo'yasan? Kimlarga, qanchaga o'zingni sotdinga, boylik deb yuragingni nega berdinga. Aytsangchi jonim, nimani topdinga. Bir paytlar sen uchun oddiy so'z emasdi, or-nomus. Uni hech qanday boylik bilan qayta sotib olib bo'lmaydi. Bugun qo'lingda hamma narsa bordek, lekin savol boshqa. O'zing qayerdasan? O'zing qayerdasan? Balki hali kech emasdi, inson adashishi mumkin, lekin adashgan joyida qolishi shart emas, shart.